Assalomu alaykum. Parandash quvozlari. Bugun obzor qilamiz, xudo xolasa jo'jalarimizni. Jo'jalarimiz 50 kunlik bo'ldi. Mana kichkinalari. Hammasi aralash yuribdi. Kimga kerak bo'lsa ajratib beraveramiz. Xohlagandan. Tovuqlarimiz ham bor ichkarida. 50 kunlik jo'jalarimiz mana bular. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Bular 4,5 oylik jo'jalarimiz. Mana ular. Bu yoqda ham bor. Shular hammasi 4,5 oylik. Bu yoqda ham aralash bor, 4,5 oylik, kichiklar 4,5 oylik. Bunaqa gigant katta tovuqlarimiz bor, 1 yillik. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Narxlarini ham tanishtirib o'tamiz. Bu kichkina 50 kunlik jo'jalarimiz 36 mingdan. Xo'sh, 4,5 oylik jo'ja xo'rozlarimiz o'zi mana qichqiradigan bo'lib qoldi pashti. Bular 86 mingdan qilib beramiz. Ona tovuqlarimiz ham bunaqa gigant katta tovuqlar. 1 yillik tovuq bular. 1 yillik tovuqlar. Bularni xudo xolasa 115 mingdan optimga qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Srochni sotamiz. Pul kerak bo'lyapti. Realni oladiganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Hammasi sog'lom. Hammasi gigant tovuqlar, jo'jalar. Tovuqlarimiz, katta tovuqlarimiz tuxumda. Hozir 50% tuxum beryapti. 50% halicha ko'rganimiz yo'q. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Qisqagina lo'nda obzor qilib beryapmiz. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Kanalimizga like, podpiskani bosib qo'yinglar. 500 ta bo'libmiz, xudo xolasa. 1000 taga chiqib olaylik inshaalloh. 100 ming taga chiqaylik sekin-sekin. Sizlarga bundan ham zo'r chiroyli tovuqlarni qilib beraveramiz. U yoqda ham, ichkarida ham jo'ja tovuqlar bor, katta yirik tovuqlar dam olyapti hozir. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Hammaga rahmat, like, podpiskani bosib qo'yinglar. Bugun kunimiz xudo xolasa shanba 2025-yil. Adashmasam 24-oktyabr yoki 25. Chисlo esimdan chiqib qoldi to'g'risi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aloqaga chiqaveringlar, pastdagi nomerlarimizni yozib qo'yamiz. O'shanga aloqaga chiqaverasizlar. Faqat realni oladiganlar telefon qilinglar, iltimos. Yoki maslahat so'rab telefon qilsanglar, maslahatlar tekin.